go'zallik tushunchasi doimo ham g'olib bo'la olmaydi. Jozibadorlik tepaga qarab chiqadi. Mana yigitlar bordi, hali ham uylanmadingiz desam, yaqinda bir o'zimizni bir shogirdim. Ustoz deydi, juda ko'p qizlar ko'ryapman deydi. Bir-biridan chiroyli deydi. Lekin jiz qilmayapti. Nimaga deyman? O'zi bilaman nimaligini. Endi shunaqada ustoz jiz qilmayapti, qidirib yuribman deydi. Shuning uchun jozibadorlik boshqa narsa, go'zallik boshqa narsa. Ya'ni odatda ayol kishi erkak kishiga qaraganda biz qaragandek qaramaydi. Chiroyli ekan, yo'q. Odatda qiz bola uchun erkak kishining chiroyliligi boshqacha bo'ladi. Misol uchun aytadiki, juda ham o'zini bosib olgan ekan dedi. Qarang. Juda ham aqlli ekan deydi misol uchun. Juda ham ozoda ekan deydi misol. Tushunasizmi? Qiz bola uchun bu narsa go'zaldek ko'rinadi-da. Bu narsa bor. Har bir tirnoqning tagida kir qidiradigan erkak oilasini ham ushlab qolamaydi, do'stini ham ushlab qolamaydi. Oxir oqibat halok bo'ladi. Eng kamida sahram bo'ladi, boshqa surunkali kasallikka duchor bo'ladi. Nimaga? Chunki hammasini boshqaraman deydi-da. Kim javob bera oladi? Hozir kim kirib kelishini kim biladi? Bilmaydi. Kim aytadi biz bir daqiqadan keyin kim yo'talishini? Bilmaydi. Kim aytadi men yashayman deb? To'g'rimi? Kim aytadi ichimizda hozir eng birinchi o'rkim suv ichadi? Hech kim bilmaydi. Eng oddiy savolga javob bera olmayapmiz. Shuning uchun ongda boshqaraman deysiz hamma narsani. Taslim bo'ling. Bilmaslikka oling. Qachon bilmaslikka olmaslik kerak? Qachonki misol uchun bunaqa narsa, uning aybini ko'tara olmayapsiz. Gaplashib oling. Men qarab bitta narsa aytaman. Hayotda ikkita qaror bor. Bu qarorga shoshish kerak emas. Buni o'zgartirish juda qimmatga tushadi. Odatda 3 yildan 5 yilgacha ham tushadi ba'zan. Bittasi turmush o'rtog'i bo'ladi, ikkinchisi mutaxassisligi bo'ladi. Oson emas. Bu ikkitasini juda ham o'zgartirish qiyin. Shoshish kerak emas bu borada.